bilasanmi? Sen uchun duo qildim va dedimki, Allohim, uning qalbini asra. U nimalarni boshidan kechirayotganini bilmayman, ammo sen bilasan. Unga chidashi uchun kuch ber. Agar charchagan bo'lsa, quvvat ber. Agar sinib qolgan bo'lsa, tuzat. Agar o'zi yolg'iz bo'lsa, uni asra. Doim yo'li yaxshiliklar bilan to'lsin. Unutmasin, sen har doim uning yonidasan. Allohim, uning ichida aytolmay qolgan, sukutga ko'milgan barcha so'zlari sening huzuringda duo o'rnida o'tsin. Har kecha ko'rpasiga emas, sening osoyishta rahmatingga o'ranib yotsin. Qalbida ozgina nafas, ozgina umid qolsin. Yuzida esa soxta emas, chin tabassum bo'lsin.